Mana dalamizdan kichkinagina bitta obzor. Dalamizga kirib kelishi, mana chekkalarga gullar ekib tashladik. Mana bu joydan vayish qilish maqsadida mana uzumlar ekilgan. Mana bu uzum bo'lib o'sib ketadigan gullar. Bu tarafda xona, ichida pomidorlar bor. Bu yoqda esa plakatlar. Buni Xalq banki xodimlariga bizlar ilib ketishgan. Mana bu 3 ta plakatni ilib ketishdi. Keyin dalamizda davom etishi. Bu chetga hozircha tarvuz ekyapmiz. Tarvuz mana ko'chatlar. Tarvuz ko'chatlar ekish davom etyapti. Bunday davom etadigan bo'lsak, bu tarafda kartoshka. Kartoshkalarni hozircha sug'orish ishlari davom etyapti. Kartoshkalarimizni hozirgi kundagi holati. Mana bu zamonaviy davrning zamonaviy eshagi. Elektromotor. Ayrim bir videolardan ko'rib kartoshkani yomg'irlatib sug'orish yaxshi, afzal taraflari bor deyishgani uchun sug'orish liniyasi o'rnatilgan. Hozir mana shu sug'orish liniyasi bir otishda 20 metr radiusda suv otib beryapti. Bir 25 ta mana shunday kartoshka joylarini sug'oryapti. Mana sug'orish jarayonlari. Bunga esa bu 5 ta qo'yganmiz. Shu mana shu 5 tani birlik nasos orqali surib beryapti. 50 metr joyni bittada qamrab olgan. Eniga 20 metr. Mana shu holat. Kartoshkalarning holati shunaqa. O'zi bunga tomchilatish liniyasini ishlanglari ishlatilgan. Mana tomchilatib sug'orish ishlanglari. Mana shunaqa holat. Like bosing, kommentariya bildiring.